Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Izboskan tumaniga olib kelib o'rnatdik, Chuvama qishlog'iga. Juda chiroyli chiqqan bu darvozamiz. 380 ga 360 razmerga o'rnadi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. O'sha summasi 11 million 900 ming so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida, materiallari haqida ma'lumot berib o'tsak, stoykalari 10 ga 5 shiviller, kurgovoy tagi, yonlari shiviller bo'ldi. Profillari 6 ga 4, 1,5 lik stenada, listlari 2 lik listda bo'ldi. Kraskalari shokoladnik svetda sepildi. Devo kraska, mana ajoyib, juda chiroyli holda o'rnadi. O'rtalariga ruchkalargacha, nejvenkasigacha qo'yib o'rnatildi. Zamoklar har doim o'rnatadigan zo'r zamok. Juda chiroyli holda o'rnadi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis. Juda chiroyli holda o'rnadi. Zatorlar, senter zator. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkasi mavjud. Hurmatli aka-ukalar, doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.